Avvalo kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Avtomashina kanali sizga eng yangi avtomobil yangiliklari, texnik sharhlar va foydali transport ma'lumotlarini taqdim etadi. Bugungi videoda biz Kia Bongo e-Truck modeli haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bu yuk tashish sohasida ishonchliligi va samaradorligi bilan mashhur bo'lgan tijorat transport vositasi hisoblanadi. Kia Bongo tashqi ko'rinishi zamonaviy va amaliy dizayn bilan ishlab chiqilgan bo'lib, u turli biznes ehtiyojlariga mos keladi. Mashinaning old qismi katta radiator panjarasi va kuchli faralar bilan jihozlangan. Bu esa transport vositasiga jozibador ko'rinish beradi va tungi harakat paytida yaxshi yoritishni ta'minlaydi. Kia Bongo e-Truck kuchli dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Ushbu model odatda dizel dvigatel bilan jihozlanadi. Bu esa yuqori moment va samarali yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Dvigatel yuk ortilgan holatda ham barqaror harakatlanishni ta'minlab, uzoq masofalarga yuk tashishda yuqori natija ko'rsatadi. Ushbu model mexanik va avtomatik uzatmalar qutisi variantlari bilan taqdim etilib, haydovchilarga o'z ehtiyojiga mos boshqaruv uslubini tanlash imkonini beradi. Kuchli dvigatel va mustahkam transmissiya tizimi transport vositasining umumiy samaradorligini oshiradi. Yuk tashish imkoniyatlari Kia Bongo modelining asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi. Ushbu yuk mashinasi turli platforma variantlari bilan ishlab chiqariladi, jumladan ochiq yuk platformasi, yopiq furgon va maxsus tijorat moslamalari. Yukxona kengligi va uzunligi katta hajmdagi tovarlarni tashish imkonini beradi. Mashina yuqori yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lib, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, savdo tovarlari va logistika xizmatlari uchun juda mos keladi. Mustahkam metall karkas va chidamli pol qoplamasi uzoq muddat foydalanishni ta'minlaydi. Ichki salon haydovchi va yo'lovchi uchun qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. O'rindiqlar ergonomik shaklga ega bo'lib, uzoq vaqt Kia Bongo xizmat ko'rsatish va texnik xizmat xarajatlari jihatidan ham qulay hisoblanadi. Uning dvigatel va mexanik qismlari mustahkamligi bilan mashhur bo'lib, uzoq muddat samarali ishlashni ta'minlaydi. Ehtiyot qismlarining keng tarqalganligi ta'mirlash jarayonini osonlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Ushbu model tijorat transport vositasi sifatida kundalik foydalanishda yuqori ishonchlilik ko'rsatadi. Yonilg'i sarfining iqtisodiyligi biznes egalari uchun katta afzallik hisoblanadi. Kia Bongo e-Truck shahar ichidagi yetkazib berish xizmatlari, qishloq xo'jaligi ishlari, qurilish loyihalari va savdo faoliyati uchun juda mos keladi. Mashinaning mustahkam osma tizimi yuk ortilganda ham yumshoq harakatlanishni ta'minlaydi. Bu yuk tashish jarayonida mahsulotlarning shikastlanishini kamaytiradi. Transport vositasining yuqori yo'l o'tish qobiliyati turli yo'l sharoitlarida samarali harakatlanish imkonini beradi. Shuningdek, uning boshqaruvi sodda bo'lib, yangi haydovchilar uchun ham oson o'rganiladi. Ushbu model ekologik talablarni ham hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Zamonaviy dvigatel texnologiyasi zararli gaz chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi va atrof muhitga salbiy ta'sirni pasaytiradi. Kia Bongo energiya samaradorligi yuqori bo'lib, uzoq muddat foydalanishda iqtisodiy foyda keltiradi. Mashinaning yonilg'i baki yetarli sigimga ega bo'lib, uzoq masofalarga ortiqcha to'xtashlarsiz harakatlanish imkonini beradi. Bu logistika va yuk tashish bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar uchun muhim ustunlik hisoblanadi. Kia Bongo dizaynida haydovchi ko'rinishini yaxshilash uchun katta old oynalar o'rnatilgan. Yon ko'zgular keng burchakni qamrab olib, yuk ortilgan paytda ham orqa holatni nazorat qilishni osonlashtiradi. Mashinaning umumiy tuzilishi yuk tashish jarayonini maksimal darajada samarali qilish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu model kuchli, ishonchli va ko'p funksiyali tijorat transport vositasi sifatida mashhur hisoblanadi. Yakunda yana kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va avtomashina kanali bilan birga eng so'nggi avtomobil yangiliklarini kuzatishda davom eting hamda yangi texnologiyalar haqida doimiy ma'lumot oling bizning videolarimiz orqali muntazam ravishda.